Assalomu alaykum. Ramazonda jinsiy yaqinlik mavzusini o'qib, savol tug'ildi. Menda quyidagi holat bo'lgan edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir odam Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Halok bo'ldim, ey Allohning rasuli" dedi. "Seni nima halok qildi?" dedilar. "Ramazonda xotinimning ustiga chiqdim" dedi. Savol: Ramazonda jimosiz xotinni ustiga chiqsa, jimosiz mani oqsa, ro'za buziladimi? Javob: Bu hadisdagi gap jimo haqida ketgan. Faqat o'sha so'zni ochiq aytilmagani uchun siz tushunmagan iborani ishlatilgan. Ramazonda jimosiz xotinni ustiga chiqsa, jimosiz mani oqsa, ro'za buziladi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh